Barchalarimizga Allohning rahmati bo'lsin. Aziz birodarlar, biz buyuk 10 kun qarshisida turibmiz. Qadr kechasi ham mana shu kunlarda bo'ladi. Bu kunlar yaxshilikka oshiquvchilar uchun katta maydon. Allohning roziligiga intiluvchilar uchun eng yaxshi fursat. Solih insonlar haqiqiy jiddiyat qiladigan kunlar mana shu 10 kundir. Alloh taolo jannat ahli bo'lgan taqvodor insonlar haqida shunday dedi. Ular kechalari oz uxlaydilar va saharlarda istig'for aytadilar. Ya'ni ular kechalari ko'p ibodat qilganlari sabab oz uxlaydilar. Allohning buyukligiga munosib ibodat qila olmaganlari uchun saharda istig'for aytadilar. Ba'zi insonlar Ramazonni ko'pi ketib bo'ldi, ozgina kunlar qoldi deyshadi. Yo'q, unday emas. Asosiy hali oldinda. Eng afzal kunlar endi kelyapti. Ey musulmonlar, eng buyuk kunlar oldida turibmiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu 10 kunda avvalgi kunlardan ko'ra ko'proq jiddiy jahd qilganlar. Barcha ibodatlarda namoz, Qur'on tilovati, duo zikr, sadaqa, ilm va masjidda e'tikof o'tirish, barcha ibodatlarda jiddiy jahd qilmoq lozim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kunlarni boy bermaslikka qattiq targ'ib qilganlar. Oysha radhiyallohu anha aytganlar: Ramazonning oxirgi 10 kuni kirganida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bellarini bog'lardilar va tunni ibodat bilan bedor o'tkazardilar va ahllarini ham ibodat qilishga uyg'otar edilar. Bellarini bog'lardilar degan so'zlaridan juda tirishqoqlik bilan ibodat qilganlarini, butunlay ibodatga kirishib ketganlarini maqsad qilganlar. Shuningdek, ayollardan uzoq bo'lganliklariga ham ishora qilganlar. Chunki e'tikofda bo'lgan inson ayollardan uzoq bo'ladi. Tunni ibodat bilan bedor o'tkazdilar degan so'zlarning ma'nosi tuni bilan namoz o'qirdilar. Iftorlik va saharlik vaqtlaridan tashqari kechaning ko'p qismini ibodat bilan o'tkazardilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ahli oilalarini ham ibodat qilishlari uchun uyg'otardilar. Albatta bu kunlarda nafl ibodat qilishga ayollarni ham, farzandlarni ham targ'ib qilishingiz kerak. O'zingiz ibodat bilan mashg'ul bo'lib, ahli oilangizni e'tiborsiz tashlab qo'ymang. Bu kechalarni barcha musulmonlar g'animat bilishi kerak. Biror inson g'aflatda bo'lmasin. Ummu Salama radhiyallohu anha aytganlar: Ramazonning oxirgi 10 kuni kirganida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ahli oilalaridan tahajjud o'qishga qodir bo'lgan hammani namozga uyg'otar edilar. Sufyon as-Savriy rahimahulloh aytganlar: Oxirgi 10 kun kelganida tahajjud namozini qoldirmay ado qilishingizni orzu qilaman. Va tahajjud namozini o'qishga qodir bo'lgan hammani, ayollarni, farzandlarni, ota-onani ham uyg'otishingizni xohlagan bo'lar edim. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassallam bu kechalarda butunlay ibodatga kirishib ketardilar. Albatta biz ham payg'ambarimizga ergashib, oxirgi 10 kunni ibodat bilan o'tkazishga jiddiy jahd qilishimiz kerak. Bu 10 kunning hammasida solih amallar bilan namoz, zikr, Qur'on, duo, ahli oilani ibodatga targ'ib qilish, mana shunday ibodatlar bilan mashg'ul bo'lishimiz kerak. Bu 10 kun faqat ibodat vaqti. Boshqa hamma vaqtlarni ortga surish kerak. Imkon bo'lsa ta'tilga chiqib, faqat ibodat bilan mashg'ul bo'lish kerak. Chunki bu 10 kun o'tib ketsa, faqat kelasi yil qaytib keladi. Avzoyi rahimahulloh aytganlar: Kim tahajjud namozida uzoq tursa, Alloh bu bandaga qiyomat kunidagi turishni oson qilib qo'yadi. Sahobalar, salaf solihlar tunni ibodat bilan yig'lab o'tkazardilar va sajda o'rinlari suv quyilgandek ho'l bo'lib ketardi. Suv sepilgani uchun ho'l bo'lmagan, balki ko'z yoshlari bilan ho'l bo'lar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozda uzoq vaqt turganlaridan oyoqlari ishib ketar edi.
Tobiinlardan bo'lgan Mansur ibn Mu'tamirning qo'shnilarini kichik qizi bo'lgan ekan. Bu qiz tunda Mansurning hovlisiga qarab bir yog'och ustun ko'rgandek bo'libdi va bu holat bir necha bor takrorlanib, bir kun otasiga "Ota, Mansur ibn Mu'tamirning uyida katta yog'och ustun bor edi. Olib tashlashdimi?" debdi. Otasi: "Ey qizim, u yog'och ustun emas-da, u Mansur edi" deb. Mansur ibn Mu'tamir tunda uzoq vaqt namoz o'qiganidan qizaloq uni yog'och ustun deb o'ylagan ekan. Salaf solihlar biror vaqtlarini bekor o'tkazmay, ibodatda shunday ijtihod qilishar ediki, agar birortalariga ertaga o'lasan deyilsa, qilayotgan amaliga yana ziyoda amal qo'shishni imkoni bo'lmasdi. Alloh taolo solihlar qanday ibodat qilishlari haqida xabar berib dedi. Ular Robbilariga qay birlari yaqinroq bo'lishi uchun yo'l izlarlar. O zotning rahmat marhamatidan umidvor bo'lurlar, azobidan qo'rqurlar. Salaf solihlardan birlari tunda derazadan boshini chiqarib: "Ey qo'shnilar, jahannam ahlidan oqadigan yeringlarni ichishdan, qizigan temir sovutlarni kiyishdan, ichini teshib o'tadigan zaqqum daraxtini yutishdan ko'ra, kunduzi roza tutib, kechasi namoz o'qish osonroq. Najotga shoshilinglar, jannatga oshiqinglar" deb aytar edi. Albatta Qadr kechasi ham mana shu 10 kunning birida bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Biz Qur'onni muborak kechada nozil qildik. Dar haqiqat biz ogohlantiruvchimiz. Bu kecha Ramazonning 21-kechasi, oxirgi 10 kunlikni birinchi tuni, tog' kechalardan bo'lgani uchun Qadr kechasi shu kechada bo'lishi mumkin deb umid qilinadi. Yuqoridagi oyatda Alloh taolo aytayapti: "Biz Qur'onni muborak kechada nozil qildik. Dar haqiqat biz ogohlantiruvchimiz. U kechada barcha puxta ishlar aniq bo'lib ajralur. Bu kechadagi taqdir biz tomonidan bo'lgan ishdir. Dar haqiqat biz bashariyatga payg'ambarlar yuboruvchi bo'ldik." Qadr kechasida barcha ishlar taqdir qilinadi. Kim o'ladi, kim tug'iladi, baxtlilar, baxtsizlar, boylik, kambag'allik, kasallik, salomatlik, hurmatga erishuvchilar, xor bo'luvchilar, qurg'oqchilik, serhosillik, barcha narsaning taqdiri shu kechada qayta yoziladi. Shuning uchun Qadr kechasi juda buyuk, sharafli kechadir. Qadr kechasini iymon bilan va savob umidida ibodat qilib o'tkazgan kishining oldingi gunohlari kechiriladi. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qadr kechasini Ramazonning oxirgi 10 kunining tog' kechalaridan izlanglar deb aytganlar. 21-kecha ham albatta tog' kechalardan. Biz Ramazonning oxirgi 10 kunini hammasida jiddiy jahd bilan ibodat qilishimiz uchun Qadr kechasi muayyan bir kechani tayin qilib belgilanmagan. Oxirgi 10 kechaning hammasida jiddiy jahd bilan ibodat qilsak, Allohga juda yaqin bo'lamiz. Savobimiz ham cheksiz bo'ladi. 10 kun to'liq e'tikof o'tirmoqchi bo'lganlar bugundan boshlaydi. E'tikofni niyat qilib, shom namozida masjidga kiradi. Ba'zi insonlar musulmonlarning umumiy manfaati uchun xizmat qilib yuradilar. Ular 10 kunni hammasida e'tikof o'tirishga qodir bo'lmasalar, imkoniyatlari boricha bir necha kun bo'lsa ham o'tirishga harakat qilishlari kerak. Bu 10 kunni biror daqiqasini bo'lsa ham bekor o'tkazish, vaqtni behuda narsalarga sarflash haqiqiy ziyonkorlikdir. Ehtiyoj bo'lmasa ham bozor do'konlarida yuruvchilar yoki turli o'yinlar bilan vaqt o'tkazuvchilar yoki serial, kinolar ko'radigan kimsalar haqiqiy ziyonkordir. Bu kunlarni faqat ibodatga xoslash kerak. Duo qilib Allohga yolvorish, namoz o'qish, Qur'on tilovat qilish, oxiratimizni o'ylab yig'lash, Allohning oyatlarini tadabbur, tafakkur qilish, ilm tarqatish, amr ma'ruf, nahiy munkar qilish, ihson, sadaqalar qilish, ro'zadorlarga taom tarqatish. Shu kabi ibodatlar bilan mashg'ul bo'lish kerak. Savdogar, tojirlarda savdo juda yaxshi bo'ladigan mavsumlari bo'ladi. Mavsum kelganida bola chaqalari bilan savdoga chiqadilar. Ko'proq foyda qilish maqsadida birortasi qolmasdan hamma ishlaydi. Har kasb egalaridan shunday mavsumlar bor. Bu 10 kun bizning mavsumimiz. Shunday ekan, bu qimmatbaho kunlarning bir daqiqasini bo'lsa ham bekor o'tkazishdan uzoq bo'ling. Faqat Alloh bilan bo'ling. Qiyomat kuni yuqori martabada bo'ladigan kishilardan biri holi qolganda Allohni yod etib yig'laydigan kishidir. Alloh taolo barchamizni o'zi yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan amallarga muvaffaq qilsin. Albatta mana bu duoni ko'p aytamiz. Allohim, sen doim zikr qilishimizga, senga shukr qilishimizga va senga chiroyli ibodat qilishimizga o'zing yordam ber. Allohim, sen afu qiluvchi zotsan. Afvni yaxshi ko'rasan. Bizlarni afv et.